Ushbu qismda sizlar bilan 96 dan 112 misolgacha tahlil qilib chiqamiz. Demak, bu misollar davomida kasrlarga doir 4 amal va turli xil usullarda o'rganib olishingiz mumkin. Diqqat bilan darsga quloq soling. Demak, ketdik. 96-misol. Agar kasrlar, ya'ni takma-tak kelsa, bu joyda eng uzuni bo'lish hisoblanadi. Tushundingizmi? Eng uzuni bo'lish. Mana, teng 4 bo'lingan 2/7. Mana bu joyda mana bu kasr chizig'i uzun, bu bo'lish. 4 ko'paytiruv 7/2 bo'ladi. Teskarisiga ko'paytirilyapti. Bu joyda 4 bilan 2 qisqaradi. 2 qoladi, 2 kara 7 esa 14. Demak, 96-misolga javob 14 ekan. Mana. Tushunmaganlar uchun mana uzunrog'i, mana e'tibor qiling. Uzunrog'i bo'lish 3 bo'lingan 6/5. Bo'lish degan teskarisiga ko'paytirish. 3 ko'paytirilgan 5/6. Ikkalasi qisqarib ketadi. 2 ta. Demak, javob 5/2. Buni aralash kasrga aylantirsak 2/1/2. Mana. Yana qaytaraman. Uzuni bizda bo'lish. 5/6 bo'lingan uzuni 2. Demak, 5/6 ko'paytirib butun sonni mahrajda 1 bor. Demak, buni teskarisiga aylantirsak 1/2 bo'ladi. Mana. 5 kara 1 5, 6 kara 2 12. Ko'rdingizmi? 98-misol. Xo'p, 99-misol. E'tibor qiling. 3/7 bo'lingan 8 mana. Uzuni bo'lish 3/7 ko'paytiruv 1/8. 3 kara 1 3, 7 kara 8 56. Mana. 100-misol. Demak, uzuni bizda bo'lish bo'ladi. 4/7 bo'lingan 6/5 teng. 4/7 ko'paytiruv 5/6 teng. Qisqartirish esingizdan chiqmasa, ikkalasi 2 bo'linadi. 3 tadan 2 tadan 2 kara 5 10, 7 kara 3 21. Mana. Ko'rdingiz? Qiyin emas. Faqat bo'lishni, ko'paytirishni bilsangiz bo'ldi. Mana qarang. 101. 101 da ham oson o'rgataman. E'tibor qiling. 2 qo'shuv 4 bo'lingan qarshida 3 qo'shuv 5 bo'lingan qarshida 3 ayrilgan 1/2 mana. Ya'ni mana shu misolda bizga yoyib beryapti. Mana bunaqasiga zanjir kasr ko'rinishida qilib beryapti. Mana bu uzunni bo'lish qilib yozdim. E'tibor qiling. Ko'rdingizmi? Mana bu uzunni ham bo'lish qilib yozdim mana. Mana bu uzunni bo'ldi, ikkita bo'lish bo'ldi. Endi oddiy amallar ketma-ketligidan foydalanib hisoblasak bo'ldi. 2 qo'shuv 4 bo'lingan qarshida 3 qo'shuv 5 bo'lingan. Bu ikkalasini ayiramiz. Ayirish uchun albatta u mahraj. Bunga 2 beramiz. Ayirsak 5/2 chiqadi. Mana. Ko'rdingiz? Mana bu kasrda ichi 5/2 teng. Davom etamiz. 2 qo'shuv 4 bo'lingan qarshida 3 qo'shuv 5 ko'paytirib 2/5 mana. Ya'ni mana bo'lish degani teskarisiga ko'paytirish. Bu joyda 5 lar qisqarib ketadi. Yozamiz. Teng. 2 qo'shuv 4 bo'lingan 3 ga 2 ni qo'shsak 5. Mana shu joyda ko'pchilik 2 ga 4 ni qo'shib qo'yapti. U xato. Birinchi bo'lish bajarilib, keyin qo'shiladi. Tushundingizmi? Qo'shib qo'yib, keyin bo'lish xato u. Demak, 4 ni 5 ga bo'lib bo'lmaydi. Kasrga aylantiramiz. 2 qo'shuv 4/5 mana. Mana shu kasrni darsimizni boshida kasr degani bu bo'lish. Ya'ni, misol uchun 4 bo'lingan 5 chiqyapti javob. Bo'linmayaptimi? 4/5 qilib kasr ko'rinishida yozib qo'yasiz. Mana, xuddi men kabi. Endi ikkalasini qo'shib qo'ysak javob 2/4/5 ekan. Mana. Ko'rdingiz? Oson. Faqat ozgina sizdan harakat va diqqatni bir joyga qo'ya olsangiz, xudo xolasa, hammasini ishlay olasiz. Bemalol. Mana ko'ryapsiz, qiyin emas. Iloji boricha osonroq usulda tushuntirib berishga harakat qilyapman. Mana bunda ham amallar ketma-ketligini bilsangiz ketaverasiz. Amallar ketma-ketligi qayerda o'rgatiladi, qachon o'tdik degan savol tug'ilib qolsa, birinchi darsimizda amallar ketma-ketligi o'tganmiz, esingizda bo'lsa. Birinchi dars. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. 102. 102 da ham hamma uzunlarni bo'lish qilasiz. Tushundingizmi? Mana. Teng yozaman. Misolni qarang yozib olishimda 2 qo'shuv teparoqqa chiqaraylik. Mana yaxshiroq ko'rinadi. 2 qo'shuv
qavs ichida 2 ayrilgan 1 taqsim 4 bo'lingan 3 mana. Keling mana shu joyda 4 qo'shuvni ham yozib olamiz. Qavs ochaman katta 4 qo'shilgan 2 ayrilgan 1 taqsim 4 bo'lingan 3 qavs yopiladi bo'lingan 7 mana. Ya'ni birinchi mana bo'lish qilib yozdim. 4 qo'shilgan mana shu bo'lishdan oldin kelgani uchun buni birinchi yozib oldim. Mana bu uzun chiziq 7 mana. Endi shuni hisoblash kerak. 2 qo'shilgan qavsida 4 qo'shuv ikkalasini ayirasiz. Ayirishda albatta umumiy maxraj berasiz. 4 tadan 8 7. 7 taqsim 4 ko'paytiruv 1 taqsim 3. Ya'ni bu 3 taqsim 1 birdaniga teskarisiga ko'paytirish qildim. Bo'lingan 7 teng. Hisoblaymiz. 2 qo'shuv qisqaradigan yo'q. 4 qo'shuv 7 taqsim 12. Mana bo'lish teskarisiga ko'paytirish. Mana 1 taqsim 7 ga ko'paytiramiz chiqqan javobni. 2 qo'shuv bunga 4 tadan maxraj 12 tadan maxraj beramiz. Xo'sh, 48 48 7 dan qo'shsak 55. 55 taqsim 12 ko'paytirib 7 1 taqsim 7 mana. Bu joyda ham qisqaradigan yo'q, ko'paytiramiz. 2 qo'shuv 55 taqsim 84 mana. 55 ni 1 ga ko'paytiramiz 12 ni 7 ga. Javob 2,55 taqsim 84 mana. Tushunmagan bo'lsangiz, mana yaxshilab bitta tushuntiraman. Diqqat bilan qarang. Mana buni yozib oldim. Bu ikkalasini umumiy maxraj berib ayirdim. Mana ayirganim javobi. Mana buni esa teskarisiga ko'paytirish qilib yozib oldim. Ko'rdingizmi? Bo'lingan 7. Qolgan hammasi turibdi. Buni ko'paytirdim. 7 kara 1 7, 4 kara 3 12 mana. Endi o'sha 4 ga mana shu chiqqan javobini qo'shyapman. Qo'shganimda umumiy maxraj beraman. Bunga 12 ta. Mana qo'shganim javob. Endi buni 1 taqsim 7 ga ko'paytirishim kerak. 1 taqsim 7 qayerdan keldi desa, 7 ni bo'lyapmiz-ku, teskarisiga ko'paytirish bo'ladi bu. Buni ko'paytirib 2 ni qo'shib qo'yamiz. Mana javob tayyor. Ko'rdingiz? Oson. Faqat siz tushunishga harakat qilsangiz bo'ldi. 103. Kasrni birinchi qo'shish kerak. Umumiy maxraj bunga 3 ta, bunga 7 ta. Ko'rdingiz? 3 kere 2 6, 3 kere 7 21. Qo'shuv 7 kere 5 35, 7 kere 3 21. Ko'paytirib 7 taqsim 2 mana birdaniga yozib ketaversangiz bo'ladi. Minusda 1 taqsim 4 teng. Qo'shamiz. 6 ga 35 ni qo'shsak 41 taqsim 21 ko'paytirib 7 taqsim 2 ayrilgan 1 taqsim 4 teng. Qisqartiramiz ikkalasini. 7 ga bittadan 3 tadan. 41 taqsim 6 ayrilgan 1 taqsim 4 teng. Umumiy maxraj beramiz. Bunga 2 ta, bunga 3 ta. 82 ayrilgan 3 taqsim maxrajimiz 12 bo'ladi. 82 dan 3 ta ayirsak 79 taqsim 12. Bu degani 6,12 dan 5. Uzr 5 deyapman. 7. Mana. 103-misolga. Ko'rdingiz, qiyin emas mana. Qarang. 5 taqsim 3 bo'lingan qavsida 5 taqsim 3 ko'paytirib 3 taqsim 2. Ya'ni mana bu bo'lish degani teskarisiga ko'paytirish-ku. Qavs ichida endi o'rgangan bitta misolimiz beryapti. Qo'shuv 1 taqsim mana shu joyda ko'paytirib ketsak ham bo'ladi yoki mana bunday qisqartirsak ham bo'ladi. Faqat bu bilan buni qisqartirmaymiz, bu bilan bu ham qisqarish mumkin. Tushundingizmi? Tepa bilan tepa qisqarmaydi, tepa bilan past qisqaradi har doim. Bu ikkalasi 5 ga bo'linadi. 15 ni 5 ga bo'lsak 5, 3, 20 ni 5 ga bo'lsak 4. Bu 3 bilan bu 3 ni ham qisqartirsak 1 1 dan qoladi. Demak 1 kara 1 1 taqsim 1 kara 4 4 ayrilgan 1 taqsim 12. Ko'paytirib olganimda qizil ya'ni qizil rangda yozdim. Bu joyda qisqaradimi 3lar? Bu qavsda ham 5 taqsim 3 bo'lingan 5 taqsim 2 qo'shuv 1 taqsim 4 ayrilgan 1 taqsim 12 teng. Demak, bo'lish degan teskarisiga ko'paytirish 5 taqsim 3 ko'paytirib 2 taqsim 5 qo'shilgan 1 taqsim 4 ayrilgan 1 taqsim 12 teng. 5 lar qisqaradi. 2 taqsim 3 qo'shuv 1 taqsim 4 ayrilgan 1 taqsim 12. Umumiy maxraj beramiz. Bunga 4 ta, bunga 3 ta. 8 qo'shuv 3 ayrilgan 1 taqsim 12.
Demak 10 taqsim 12, 2 ga qisqartirsak 5 taqsim 6. Demak to'g'ri javob 5 taqsim 6 ekan. Tushunmagan bo'lsangiz bitta qaytadan ko'ring nima qilganimni. 105. Demak ko'pchilik adashadigan 105-misol, ya'ni birinchi marta ishlaganda ko'pchilik mana shu misolda adashadi. Qavs ochasiz. 3 ayrilgan. Qavs ichida 2 taqsim 5 qo'shilgan. Qavs ochamiz. Bu teskarisiga ko'paytiraman mana shuni. 1 taqsim 4 ko'paytiruv 7 taqsim 6. Ayrilgan 1 taqsim 2. Ikkita qavs yopiladi. Bo'lingan 1 taqsim 2. Yana bitta qavs ayrilgan 1/3 taqsim 5 teng. Mana qolgan narsalarni shunday ko'chirib yuraverasiz, hisob-kitob qilmaysiz. Mana bu joyda hisob-kitob qilinadi. 1 kara 7 7, 4 kara 6 24. Qavs ichida 7 taqsim 24. Ayrilgan 1 taqsim 2. Ikkita qavs yopiladi. Bo'lingan 1 taqsim 2. Ayrilgan 1/3 taqsim 5 teng. Qavs ochaman 3 ayrilgan. Qavs ochaman 2 taqsim 5. Makhraj beraman. Bunga 12 ta. Xo'sh, mana shu joyda endi savol tug'iladi. Hozir bizda ayirib bo'lmayapti-ku degan. Ya'ni ko'paytirdik 7 taqsim 6 ga makhraj berganda 7 dan 12 ni ayirib bo'lmaydi. To'g'ri. Unday holatda qavs ochib yuboriladi. Mana bu qavs ochib yuboriladi. Yo'q deb tasavvur qilamiz mana. Qo'shilgan 7 taqsim 24 ayrilgan 1 taqsim 2 mana. Qavs yopilgan bo'lingan 1 taqsim 2 ayrilgan 1/3 taqsim 5. Ya'ni mana bu ikkalasini ayirganim yo'q. Mana bu uchalasini bitta qilib yozdim. Natijada uchalasiga bitta makhraj beraman. Chunki biz hali manfiy son o'tmadik o'shaning uchun. Bu 12 ni esa o'chirib turaman. Mana. Demak, uchalasiga umumiy makhraj 120. Bu 120 bo'lishicha 24. Bunga esa 5, bunga esa 60. Mana. Teng. Qavs ochamiz 3 ayrilgan. 24 5 ga ko'paytiramiz. 48. Qavs albatta 48. Qo'shuv 5 kara 7 35 ayrilgan 60 kara 1 60 taqsim makhraj qism 120. Qavs yopilgan, bu ko'paytirilgan 2 taqsim 1, ya'ni bo'lish teskarisiga ko'paytirish. Ayirib 1/3 taqsim 5 teng. Qarang, qavs ochaman 3 ayrilgan. Qo'shib ayiraman. 48 ga 35 qo'shsam 3 83. 83 dan 60 ayrsam 23. 23 taqsim 120 ko'paytirib 2 taqsim 1. Qavs yopilgan ayrilgan 8 taqsim 5. Ya'ni mana buni naturkasiga aylantirib oldim. Bu joyda qisqaradi bu bilan bu 60 qoladi. Qavsida 3 ayrilgan 23 taqsim 60 ayrilgan 8 taqsim 5. Bunga 60 beramiz. Teng. 180 ayrilgan 23. Qavs topda istsangiz ham bo'ladi, chunki bo'ldi bu yog'iga ayirish. Kasr chizib 180 ayrilgan 23 taqsim 60 ayrilgan 8 taqsim 5 teng. 180 dan 23 ta ayirsak 157 taqsim 60 ayrilgan 8 taqsim 5 teng. Makhraj beramiz. Bunga 12 ta. Natijada 157 ayrilgan 96 taqsim 60 bo'ladi, ikkalasida ham makhraj. 156 dan 96 ni ayirsak 61 taqsim 60. Bu degani 1/1 taqsim 60 mana. Bu 105-misol edi. Ko'rdingiz? Demak, ko'pchilik adashadigan joyi mana shu ayirish kelib qolganda manfiy bo'lib qoladi. Men xato ketyapman degan fikr shakllanadi. O'shanday holatda hali manfiy son o'tmaganimiz uchun mana shuni o'zini hisoblab qo'ysangiz ham yetadi. Mana shuni. Ko'rdingiz, shuni o'zini hisobladik, musbat son chiqdi. Chunki manfiy musbat hali o'tganimiz yo'q. 105 da ko'pchilik birinchi martasida adashadi. Unga xavotir olish shart emas. Keyingisi 106. Makhraj beramiz. Bunga 200, bunga 199. Bunga 200, bunga 199. Ko'paytirib o'tirish hojati yo'q. Mana bunda yozib ketsangiz ham bo'ladi. 200 qo'shilgan 199 taqsim makhraj qism 200 ko'paytirib 199 bo'ladi. Bo'lingan
200 ayrilgan 199 taqsim 200 ko'paytirib 199. Mana mahrajni ko'paytirganim yo'q, chunki vaqtim ketadi. 200 ga 199 qo'shsam 399 taqsim ko'paytmasi. Son chiqdi deb tasavvur qiling, ko'paytirsangiz ham. Bo'lish degani teskarisiga ko'paytirish. Mana 200 ko'paytirib 199 taqsim 1. E'tibor qilsangiz mana ko'paytirsangiz bir xil son bo'ladi, qisqarib ketadi ikkalasi. Javob 399. Mana 106-misolga. Xo'p, keyingisi 107-misol. Noto'g'ri kasraga aylantiramiz. 23 taqsim 20 qo'shuv 29 taqsim 12 ko'paytirib 120 teng. Umumiy mahraj beramiz. Bunga 3 tadan, bunga 5 tadan. Demak 69 qo'shilgan 145 taqsim 60 ko'paytirib 120. Mana qisqarib ketadi ikkalasi. 2 bo'ladi. 145 ga 69 qo'shamiz. 4 1 2 214. 214 ko'paytirib 2 214 2 ga ko'paytirsak 428. Ko'rdingiz? Qo'shdik, ko'paytirdik. Ikkita ish qildik. Qo'shishni ko'paytirish bilsangiz bo'ldi. Xo'sh, keyingisi 108. Mana bu ikkalasini qo'shib qo'ymang, bu xato. Birinchi chunki ko'paytiriladi. Demak 10 taqsim 16. Mana shu joyda qisqartirib ketsangiz bo'ladi ikkalasini. Ya'ni 10 taqsim 16 ikkalasi ham 2 ga bo'linadi. 5 taqsim 8 qo'shuv 3 taqsim 2 ko'paytiruv qarshida 17 taqsim 4 ko'paytiruv 1 taqsim 17. Qarshi yopilgan. Qo'shuv. Noto'g'ri kasraga aylantiramiz. 15 taqsim 4 ko'paytiruv 6 taqsim 5 teng. Xo'sh, demak 17 bilan 17 dan qisqartiramiz. Mana bu joyda 15 bilan 5 bittadan 3 tadan 5 ga bo'linadi. Ikkalasi ham 2 ga bo'linsa mana 5 taqsim 8 qo'shilgan 3 taqsim 2 ko'paytirib 1 taqsim 4 qo'shilgan 3 kara 3 9 2 kara 1 2 teng. Teng. 5 taqsim 8 qo'shilgan 3 taqsim 8 qo'shilgan 9 taqsim 2. 5 taqsim 8 ga 3 taqsim 8 qo'shsak 8 taqsim 8 qo'shilgan. Buni noto'g'ri kasra aralash kasraga aylantiramiz. 4,1 taqsim 2 teng. 8 taqsim 8 bu 1 ga teng. 1 qo'shuv 4,1 taqsim 2. Ikkalasini qo'shsak 5,1 taqsim 2. Ya'ni butun qismga qo'shildi. Bu 108-misol edi. Keyingisi 109. E'tibor qiling. Qavschichini birinchi qo'shib olishimiz kerak. Umumiy mahraj albatta. Bunga 2 ta, bunga 15 ta, bunga 3 ta. Teng. 28 qo'shilgan 75 qo'shilgan 9 taqsim 30 ko'paytiruv 8 taqsim 7 ko'paytiruv 3 taqsim 4 qo'shuv 1 taqsim 2. Ya'ni ikkalasini 5 ga qisqartirdim. Endi mana shu joyda qisqartirsak bo'ladi mana. 8 bilan 4 ikkalasi ham 4 ga bo'linadi. Bittadan. Bunga esa 2 tadan. 3 bilan 30 ikkalasi ham 3 ga bo'linadi. Bittadan 10 tadan. Lekin 7 bilan 28 qisqartira olmaysiz. Nega deganda bularni hammasini qo'shib olishingiz kerak. Tushundingizmi? Hammasini qo'shib olib, keyin qisqartirsangiz bo'ladi. 28 ga 75 ni qo'shamiz. 103, 103 ga 9 qo'shamiz, 112. Mana buni javobi 112 chiqdi. Mana buni javobi. Tushundingizmi? 112. Mana shuni javobi. Tepaga yozib qo'yaman. 112. Mana shu 112 bilan 7 qisqaradi. 7 ni 7 ga bo'lsak 1, 112 ni 7 ga bo'lsak 16. Endi ko'paytiraman, qarang. 16 kara 2 32 taqsim 10 kara 1 10. Qo'shuv 1 taqsim 2. Bunga 5 tadan mahraj beraman. Kasr chizig'i 10, 32 qo'shuv 5. Qo'shadigan bo'lsak 37 taqsim 10 bo'ladi. 37 dan 10 ga bo'lsa 3,7 taqsim 10. Ya'ni aralash kasrga aylantirib qo'ydik. Demak, to'g'ri javob 3,7 taqsim 10. Mana. Xo'sh, keyingisi 110-misol. Demak, ushbu qismda 112 gacha ko'rib chiqamiz. 110.
Bo'lish degan teskarisiga ko'paytirish. 3 taqsim 4 ko'paytiruv. 3 taqsim 4 ko'paytiruv. 6 taqsim 5 qo'shuv. 5 taqsim 2 ko'paytiruv. 2 taqsim 5 ayrilgan 1 bo'lingan 10 taqsim 9. Hammasini noto'g'ri kasrga aylantirdim va bo'lish degan teskarisiga ko'paytirdim. Bir vaqtda hammasini qilib ketyapman, ko'rdingizmi? Ikkalasi 2 ga bo'linadi. 2 tadan 3 tadan. 3 kere 3 9. 2 kere 5 10 qo'shilgan. 2 bilan 2 5 bilan 5 qisqarsa 1 qoladi. Ayrilgan. Buni teskarisiga ko'paytiramiz. 1 ko'paytiruv 9 taqsim 10 teng. 9 taqsim 10 qo'shilgan 1 ayrilgan 9 taqsim 10. E'tibor qilsangiz 9 taqsim 10 dan 9 taqsim 10 ayirsak 0 bo'ladi. 0 ga 1 ni qo'shsak esa 1. Xuddi 3 dan 3 ayirsak 0 kabi 9 taqsim 10 dan 9 taqsim 10 ayirsak ham 0. Va keyingisi 111. Birinchi noto'g'ri kasrga aylantiramiz. 2 taqsim 15 qo'shuv 19 taqsim 12 qavs yopiladi. Ko'paytiruv 30 taqsim 103 ayrilgan. Qavs ochamiz. 2 bo'lingan 9 taqsim 4 qavs yopiladi. Ko'paytiruv 9 taqsim 32 teng. Umumiy makhraj beramiz. Bunga 4 ta, bunga 5 ta. Demak 8 qo'shuv 95. Keling 8 ga 95 ni qo'shaman endi birdaniga. 103 taqsim 60, ya'ni bu kasrda ichi qo'shganimda 103 taqsim 60 chiqdi. Ko'paytiruv 30 taqsim 103 ayrilgan. Buni birdaniga teskarisiga ko'paytirsam 8 taqsim 9 chiqadi. Ko'paytirib 9 taqsim 32. Qisqartiraman, qarang. 103 bilan 103 qisqaradi. Bu ikkalasi 30 ga bo'linsa 2 1. 1 taqsim 2 ayrilgan. 9 lar qisqaradi. Bu bilan bu qisqarsa 4. Tepada esa 1. 1 taqsim 4. Buni ham ayirish uchun umumiy makhraj berasiz. Bunga 2 ta. 2 taqsim 4 ayrilgan 1 taqsim 4 ayirsangiz 1 taqsim 4 qoladi. 111 ga. Va ushbu qismimizda yakuniy 112-misol. Demak, 4 ko'paytiruv umumiy makhraj berib ayirasiz. Bunga 8 ko'paytirasiz. Endi birdan hisob-kitob qilib ketaversam bo'lsa kerak. 17 ni 8 ga ko'paytiramiz. 136. 136 dan 47 ni ayiraman. 89. 89 taqsim 40, ya'ni qavschidan chiqqan javob. Qo'shuv 25 taqsim 2 ko'paytiruv 4 taqsim 25 qo'shuv 3 teng. Qisqartiramiz. Bu ikkalasi qisqarsa 89 taqsim 10 qo'shilgan. Bu bilan bu bilan bu qisqarsa 2 qoladi. 2 ga mana 3 ni birdaniga qo'shib 5 yozaman. Umumiy makhraj bunga 10 bersam 89 ga 50 ni qo'shishim kerak. 139 taqsim 10. Bu degani 13,9 taqsim 10. Demak, to'g'ri javob 13,9 taqsim 10 ekan. 112-misolga. Demak, ushbu qismda onli deyapman, oddiy kasrlarga doir qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lishga 4 amaliga doir misol ishladik. Ya'ni endi bitta misol emas, bizga 4 ta, 5 ta, 6 ta misollarni bitta qilib beryapti. Ya'ni qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish bir vaqtda beribman. Demak, ushbu qismimiz ham o'z yakuniga yetdi. Qaysidir joyiga tushunmagan bo'lsangiz, maslahatim videoni yana bir marta qaytadan, ya'ni darsimizni yana bir marta qaytadan ko'rib chiqing.